Assalomu alaykum. Bugun quyidagi mavzuni ko'rib o'tamiz. Bank xizmatlari va shaxsiy moliyani boshqarish. Mazkur taqdimot bank xizmatlari to'g'ridan-to'g'ri foydalanish, kundalik pul oqimini nazorat qilish va moliyaviy intizomni kuchaytirish bo'yicha asosiy tushunchalarni jamlaydi. Bunda asosan hisob varaqlari, kartalar, mobil banklar, kreditlar va byudjetlar shularga to'xtalib o'tamiz. Xo'sh. Bank xizmatlari bu nimaga kerak? Bank xizmatlari asosiy vazifalari pul mablag'larini xavfsiz saqlash, o'tkazmalar va to'lovlarni tez bajarish, jamg'ar va investitsiya imkoniyatlarini yaratish, kredit va boshqa moliyaviy vositalarni taqdim etadi. Mijozlarga nima uchun nima foydasi bor? Bunda vaqtni tejaydi, hisobot va tarix saqlanadi. Onlayn xizmatlar 24/7. Qamrovli hisob varaqlar, kartalar, mobil banklar, kredit va bundan boshqa turli xil applar bo'lishi mumkin. Avto to'lovlarga foydali taraflari bor. Tezkorligi, shaffofligi va qulaylik va nazoratlar. Keyingi slaydimizda ko'rib o'tishimiz mumkin. Hisob varaqlar turlari. Talab qilib olinguncha hisob varaqlar. Kundalik tushum va to'lovlar uchun oylik stipendiya yoki biznes tushumlar kirimi, likvidligi yuqori. Foiz stavkalari yoki daromadlari odatda past yoki bo'lmaydi. Jamg'arma, depozit va hisob varaq ma'lum muddatga mablag' saqlanadi. Foiz daromadi olish imkoniyatini beradi. Ya'ni bankka ma'lum miqdorda pul qo'yiladigan bo'lsa, shu pul miqdoridan 6%, 12%gacha, ba'zi hollarda 24%gacha jamg'arib foiz mablag' olishimiz mumkin. Kartaga bog'langan hisob kartaga o'rnatiladi. Naqdsiz pulsiz to'lovda qulay bankomatdan yetish mumkin, ilovalar va ko'rinadi. Xo'sh, tanlash mezoniga, maqsadga kundalik foydalanishmi yoki jamg'arma yig'ishmi? Shunaqa. Likvidlar, komissiya va minimal qoldiq va foiz stavkalarini solishtirish zarur. Keyingi slaydda ko'rishimiz mumkin. Plastik kartalar. Plastik kartalar, ya'ni debit karta, kredit karta yoki virtual karta. Debit karta asosan hisobdagi o'z mablag'ingizdan foydalanasiz. Oylik tushum, kundalik xarajatlar uchun qulay. Komissiya va limitlar bankka qarab farq qiladi. Kredit karta bank ajratgan limitdan foydalanadi. Grace period, ya'ni foizli davr bo'lishi mumkin. Intizom bo'lmasa, ortiqcha qarz yukini keltiradi. Virtual kartalar bu asosan onlayn xaridlar bo'lishi mumkin. Obunalar uchun xavfsizroq. Asosiy kartadan alohida limit berishi mumkin. Bir martalik yoki qisqa muddatli foydalanish uchun mos. Onlayn xaridlar uchun quyidagi kartamiz qulay. Virtual kartamiz. Mobil banking imkoniyatlari. Mobil bankingda har bir bankning o'zining applari bor. Balansni ko'rish, mini hisobot olish, kartadan kartaga o'tkazmalar, kodlan to'lovlar, internet va boshqa xizmatlar uchun to'lov summasini kiritishimiz mumkin va bundan foydalanamiz. Afzalliklari 24/7 foydalanishingiz mumkin. Bir nechta hisob varaqni bitta ilovada boshqarish qulay, internetga bog'liqlik mavjud. Afzalliklari kiber xavfsizlikka e'tibor zarur. Endi kiber xavfsizlik bundagi tekshirilmagan yoki aniqlanmagan, xavfsiz bo'lmagan ilovalarga kirmaslik, linklarga ishonchsiz linklar bu xavfli bo'ladi. Keyingisida kredit turlari, iste'mol krediti bo'lishi mumkin, ipoteka, avtokredit, mikroqarz. Iste'mol kreditiga maishiy xarajatlar, buyumlar, odatda muddati o'rta muddatli, uzoq muddatli emas, o'rta muddatli bo'lyapti. Ipoteka, uy-joy olishi mumkin, avtokreditda transport vositasi uchun garov yoki badal qo'yishi mumkin. Qulay reja bo'lsa foydali. Ya'ni avtokredit ma'lum bir summani o'zining daromadiga nisbatan olsa bo'ladi. Mikroqarz qisqa muddatli, lekin foiz stavkasi yuqori bo'lishi mumkin. 35%, ba'zi hollarda 37-38 bo'lishi mumkin. Kredit bo'yicha to'lov qobiliyatini baholash. Oylik sof daromad miqdori, majburiyatlar, xarajatlar ulushi mavjud. Boshqa kreditlar, favqulodda holat uchun zaxira pulining mavjudligi. Ogohlantirish holatlari, daromadning juda katta qismi kreditga ketishi, bir nechta qarzning bir vaqtda yig'ilishi, kechiktirilgan to'lovlar tarixi, faqat yangi kredit bilan eski qarzni yopish odati. Quyida qanday tushunishimiz mumkin?
Ya'ni insonda ma'lum bir kishida summa ma'lum miqdorda kredit bo'lishi mumkin. U kreditni boshqa kredit bilan yopish nazarda tutilyapti. Ingilisda oylik daromadlarni rejalashtirish. Daromadlar manbai qanaqa daromad kelishi mumkin? Ish haqi, oylik, mukofot, bonus, ijara, freelance yoki boshqa xizmatlar bo'lishi mumkin. Rejalashtirish qoidasi: doimiy va mavsumiy rejalashtirish. Daromadlar alohida yozing. Faqat kafolatlangan daromadlarga tayangan holda budjet tuzing. Ya'ni taxmin qilib shuncha olaman deb rejalashtirib bo'lmaydi. Amaliy misollar: asosiy maosh, kundalik xarajatlar, bonus, jamg'arma yoki investitsiya. Shular jumlasidandir. Keyingisi xarajatlar tahlili. Xarajatlar tahlili asosan 3 toifaga bo'lib o'rganishsak bo'ladi. Asosiy toifalar, tahlil usullari, ko'p uchraydigan xatolar. Asosiy toifalarga majburiy ijara, oziq-ovqat, transport, kommunal, moliyaviy va kredit sug'urtasi va jamg'arma. Tahliliy usullarda bir oy davomida barcha xarajatlarni yozib boramiz va kartadagi tarix, cheklar asosida toifalanadi. Haftalik yoki oylik kesimida o'tgan oy bilan hozirgi oy solishtiriladi. Ko'p uchraydigan xatolar: mayda xarajatlarni hisobga olmaslik. Mayda xarajatlar hisobga olmaslik bu kundalik xarajatlar bo'lishi mumkin. Naqd va karta to'lovlarini aralashtirib yuborish. Rejasiz xaridlarni odatiy hol deb qabul qilish. Xarajatlarni boshqarish strategiyasi. Keltirib o'tilganimizdek 50-30-20, ya'ni 20% jamg'arma, 30% 30% bu turli xil turdagi xarajatlar, 50%imiz bu kundalik xarajatlarimiz mumkin. Katta xaridlar uchun oldindan reja tuzish. Amaliy qoidalarga xaridlar ro'yxati bilan bozorga chiqish, kunlik limitlarni belgilash, naqd pul yoki kartadagi sarfni solishtirish, oila a'zolari bilan umumiy byudjet imtiyozini kelishib olish. Favqulodda jamg'arma va moliyaviy xavfsizlik. Nimaga kerak? Shunaqa savol, 3 ta savol berishim mumkin. Nimaga kerak? Qanday yig'iladi? Qayerda saqlanadi? O'zi nimaga kerak favqulodda jamg'arma? Ishdagi uzilish, sog'liq bilan bog'liq kutilmagan xarajatlar yoki bast qolishi bo'lishi mumkin. Favqulodda safar yoki oilaviy zarurat. Qanday yig'iladi? Har oy daromadning bir qismi ajratiladi. 20% bo'lishi mumkin yoki 30% ni yig'ilib borishimiz mumkin. Qayerda saqlanadi? Alohida hisob, jamg'arma yoki liquid aktiv hisobida ham saqlashimiz mumkin. Xo'p, bank xizmatidagi xavfsizlik qoidalari. Himoya choralari asosan kuchli parol, biometrik himoya bo'lishi mumkin. SMS kod yoki PIN kod, SVV ma'lumotlari hech kimga bermasligimiz kerak. Faqat rasmiy ilova yoki saytlarga kirish. Shubhali havola, bu link bo'lishi mumkin. Ko'p yozuv bilan bo'ladi. Agar kartamiz yo'qolgan taqdirda uni darhol bloklashimiz yoki inaktiv qilishimiz kerak bo'ladi. Yo'l qo'ymaslik kerak bo'lgan xatolar. Begona Wi-Fi orqali muhim to'lovlar qilish. Bir xil paroldan hamma joyda foydalanish. Kartani boshqalarga topshirib yuborish. Pulni o'g'irlab ketish mumkin. Daromad xarajatlarini nazorat qilish. Qo'lda yuritish, elektron jadval, mobil ilova. Qo'lda yuritish bu asosan o'zimizdan daftarga yozib borishimiz sodda tushunarli bo'ladi. Elektron jadvalda asosan buxgalterlar yosh insonlar elektron jadval asosida yuritadi. Amaliy oylik byudjet namunasi. Byudjet taqsimotida kategoriya ulushi va mazmuni. Majburiy xarajatlar 50%, oziq-ovqat, transport va kommunal. Shundan 20-30% kiyim, hordiq, ya'ni ixtiyoriy xarajatlarga, 10-20% favqulodda zaxira, ya'ni maqsadli yig'im. Shular jumlasidandir. Xulosa va tavsiyalar. Xulosa va tavsiyalar o'rnida hisob varaq va kartalarga kundalik moliyaviy operatsiyalarni yengillashtirish, mobil bank vaqtini tezaydi va nazoratni kuchaytiradi. Kreditni foydali bo'lishi mumkin, biroq faqat hisob-kitob bilan. Tavsiyalarga: har oy byudjetni yozib boring. Yakuniy tahlil har oyning oxirida haftalik yoki kunlik bo'lishi mumkin. Yillik qilsangiz bo'ladi. Jamg'arma yaratishni